Bismillahirrohmanirrohim. Hazrati Naqshband xayru barakaning ko'pchilik bilan birga suhbat orqali yuzaga kelishini, suhbat esa yolg'izlikdan kechib odamlar bilan til topishish, muloqot qilish tufayli hosil bo'lishini ta'kidlar edi. U zot yana shunday degan: bizning suhbatimizda bo'lgan jamoatdagi ba'zi kishilarning qalbida muhabbat urug'lari bor, ammo dunyoga bo'lgan qiziqishlaridan hosil bo'lgan nopoklik sabab bu urug' nish urib ko'karmaydi. Bizning zimmamizdagi vazifa ularning qalbini shu nopoklikdan tozalamoqlikdir. Yana bir toifa toliblarning qalbida muhabbat urug'idan asar ham yo'q. Biz u insonlarning qalbida muhabbat paydo qilish uchun himmat ko'rsatamiz. Alloh taolo Qur'onda o'z habibiga buyuradiki: va Parvardigoringizning sizga ato etgan ne'mati haqida kishilarga doimo so'zlang. Zuho surasi 11-oyat. Mazkur oyatda Haq taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir qator moddiy va ma'naviy ne'matlar bergani hamda u muborak zotning vujud javharini muhabbat sifati bilan tarbiya qilganiga ham ishora qilgan. Alloh taolo Davud alayhisalomga xitob qilib: bizni do'st tut, do'stlarimizni ham do'st tut va bandalarimizni ham bizga do'st ayla deya amr qilgan ekan. Hazrati Davud alayhisalom: ey Allohim, seni va senga do'st bo'lganlarni do'st qilishga kuchim yetadi. Lekin sening muhabbatingni bandalaring qalbida paydo qilishga qurbim yetmaydi deya ojizligini tan olibdi. Shunda Haq taolo shunday marhamat qilibdi: ey Davud, agar ne'matlarimizni shavq va muhabbat bilan bandalarimga tushuntirsang, ularning qalblariga mening muhabbatimni joylagan bo'lasan. Suhbatida ilm va axloq tarbiyasini o'rgatar, hamisha yaxshilik qilishni o'ylar, har qadamda xizmat, sulh va haq yo'lini ko'rsatar edi. U zot insonlar qalbiga nur, farah va shodlik bag'ishlash uchun doim harakat qilar va aytar edi: ahlulloh, ya'ni Allohning do'stlari, xalq yukini, ularning xulqini tuzatish uchun tortadilar. Alloh nazar qilmagan hech bir qalb yo'q. Qalb sohibi buni xoh bilsin, xoh bilmasin. Shu boisdan Allohning do'stlari xalqning yukini tortib, ularning ko'ngliga yo'l topadilar. Shu tariqa o'sha qalbda mavjud bo'lgan ilohiy nazardan o'zlariga ham fayz yetadi. Hazrat Naqshband ulug'lar qabrini hurmat bilan ziyorat qilishni buyurar. Ammo ziyoratga o'ralashib, asl maqsaddan yiroq bo'lishni xushlamasdi. Shuning uchun muridlarini ogohlantirib ushbu baytni takrorlab turardi: Kito kay go'ri mardona parasti, bagirda koru mardum gardi rasti. Ma'nosi: qachongacha ulug' avliyolar qabriga o'ralashasan? Agar odamlar xizmati atrofida aylansang, o'shanda maqsadga yetasan. Hoja Muhammad Parsoning Rasulai Qudsiy asarida keltirilishicha, Hoja Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari shunday der ekan: xilvat eshigini yop, xizmat eshigini och, shayxlik eshigini yop, do'stlik eshigini och, uzlat eshigini yop, suhbat eshigini och. Naqshband hazratlari qobiliyatli muridlarini tarbiyalashga ko'p vaqtini sarf qilardi. Yosh va iste'dodli Muhammad Parso Hoja hazratga qo'l berganda ikkalovlari ham ko'p xursand bo'lishgan. Hazrat: Allohga hamd bo'lsin, bugun dom, ya'ni tuzog'imizga bir qarchig'ay ilindi deb aytganlar. Haqiqatdan Muhammad Parso Shoh Naqshband hazratlariga xizmat va taslimiyatda eng peshqadam muridlaridan bo'lib, u zotning barcha harakatlari hazratni xursand qilardi. Hazrat ahyon-ahyonda farzandim Muhammad Parso, mening zuhurimdan maqsad sening zuhuringdir deb marhamat qilardi. Hoja musofir aytadi: Hazrati Hojaning bir qurilishi bor edi. Hamma yoronlar bu ish bilan mashg'ul edilar. Oftob choshgohga yetganda havo juda isib ketdi. Hazrati Hoja yoronlarni biror soat dam olishga buyurdi. Har kim qo'l oyog'ini yuvib, soyaga o'tdi va uyquga ketdi. Hoja Muhammad Parso loyhona chetida qo'l oyoqlari loy holda oftobda uyquga ketdi. Birpasdan so'ng Hazrati Hoja keldi. Barcha yoronlarga nazar soldi. Hoja Muhammad Parsoning oldiga yetganida, u kishini bu kayfiyatni ko'rib muborak yuzlarini uning oyoqlariga surtdi va dedi: Xudovando mana shu oyoqlar hurmatidan
Bahovuddinga rahmatingni soch. Rashohatu Aynul Hayotda xabar berilishicha, Hoji Muhammad Porso laqabini Hazrat Naqshband bergan. Bir kuni Hoji Muhammad shayxining eshigida kutar ekan, uy xizmatchisi uni ko'rib qoladi. Hoji Bahovuddin Naqshband xizmatchidan tashqarida kim bor deya so'ragach, u xizmatchi Porso, ya'ni dindor, zohid, bir o'smir deb javob beradi. Hoji Bahovuddin Naqshband tashqari chiqib marhamat etadi. Siz Porso, ya'ni zohid bo'ldingiz. O'sha kundan e'tiboran Muhammad Porso deb ataldi. Muhammad Porsoning hol va harakatlari va yuksak so'zlari Hojagon tariqatida hujjat va dalil edi. Yuksak odob, axloq, riyozat va ehtiromi tufayli Naqshband hazratlarining muhabbatiga sazovor bo'lgan edi. U zot Madinai Munawvarada Jannatul Baqida Hazrati Abbosning qabri yaqinida dafn qilingan. Muhammad Porsoning Risolai Qudsiya va Faslul Hitob nomli asarlari mashhur. Hoji Abdulxoliq G'ijduvoniyning shariatga tayangan sun'iy tasavvuf an'anasini Hoji Bahovuddin Naqshband futuvat va ma'lumot usullari bilan uyg'unlashtirishga harakat qildi. Undan keyin izdoshlari ham bu an'anani davom ettirganlari uchun bu tariqat barcha sohadagi odamlar tomonidan yaxshi kutib olindi. Butun dunyoda bu sulukning yoyilishiga sabab uning mo'tadilligi, sunnatga muvofiqligi, riyodan holi ekani, halol mehnatga undagani kabi jihatlardir. Mamlakat xotirjamligiga xalal beradigan turli buzg'unchi, soxta oqimlar, bid'atchilar muqobil ravishda Naqshbandiylik tariqati yurt, vatan va millat ravnaqi uchun har tomonlama xizmat qiladi. Chunki bu ta'limot tarafdorlari tarki dunyochilikka, riyokorlikka hamda boy zodagarlarning zulm va istibdodiga qarshi bo'lganlar. Naqshbandiylar savdo-sotiq, dehqonchilik, hunarmandchilik, badiiy adabiyot, ilm-ma'rifat, xattotlik, naqqoshlik, quruvchilik kabi foydali va xayrli yumushlar bilan shug'ullanishga da'vat etganlar. Shuning uchun ham Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Mirzo Bobur, Boborahim Mashrab, Sofi Allohyor, Maxtumquli singari yuzlab ziyoli va mutafakkirlarimiz Naqshbandiya yo'lini bejizga tanlashmagan. Bir rivoyatda Hazrat Bahovuddin qo'llaridan bir necha yil tuproq hidi ketmaganligi xabar qilingan. Negaki uni zoti sharif kechalari ko'cha-ko'ylarni kaftlari bilan siypalab, o'nqir-cho'nqirlarni tekislab, yo'lda yotgan xas-xashak tikanlarni terib yurar ekan. Bundan maqsad yo'ldan o'tayotib biror odam yo so'qir kishi qoqilib yiqilmasin, aziyat chekmasin ekan. Bunday ishlarni kechasi qilganligiga sabab shuki, hech kim ko'rmasin. Zero Alloh yo'lida qilinadigan xizmatni yolg'iz Alloh bilmog'i kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'lda yotgan tikan shoxlarini olib tashlagan odamning avvalgi va keyingi gunohlarini Tangri kechiradi degan hadislariga muvofiq Hazrat Bahovuddin shunday xizmatlarni bajargan. Naql qilinishicha, Bahovuddin qasri Orifonda qurilayotgan masjidda xizmat qilish chog'ida boshiga loy va tuproq ortib, masjid tomiga tashirkan quyidagi baytni to'lqinlanib aytardi. Ma'nosi: Allohim, sening xizmatingni jonim bilan ado qilaman, nega uni ado etmayin? Sening yukingni boshimda ko'taraman, nega ko'tarmas ekanman? Hoji Bahovuddin Naqshband hammaning qadrini joyiga qo'yar, birovni birov bilan qiyoslamas, birini ikkinchisidan ustun qo'ymasdi. Har bir insonning jamoatda o'z o'rni borligini aytar, har kim kerakli ekanini so'zlardi. Har kim bir ish bilan mashg'ul bo'ladi. Har bir inson daraxt kabidir. Foydasiz daraxt yo'q. Ta'mi har xil bo'lsa ham, yo meva beradi, yo soyasida odamlar dam oladi, yo chiroyli va ko'rkamligini ko'rib, ibrat nazari bilan boqqancha zavq oladi. Bu tariqat yo'lining 3 odobi bor der edilar. Birinchisi, Alloh taolo bilan bog'liq odobi, muridning zohir va botinda amallarni bajarib, man etilgan amallardan saqlanish orqali ibodatni mukammal ado etishi. Ikkinchisi, Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bog'liq odobi. Murid menga ergashinglar xitobiga bo'ysunib, har bir
xatti harakatida bu hukmga sidqidildan rioya qilishi, Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo bilan xalq o'rtasida bir vosita, rahmat bo'lganini va hamma narsa Allohning tasarrufida ekanini bilishi. Izoh: ayting, agar Allohni sevsangiz menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qilguvchi mehribondir. Ali Imron surasi 31-oyat. 3. Pir bilan bog'liq odobi. Bu tariqat ahli uchun kerakli odobdir. Pirlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tobe bo'lish bilan xalqni da'vat etish maqomiga yetganlar. Shunday ekan, xoh pirning oldida, xoh pir yo'q bo'lgan paytda bo'lsin, murid uning hol va xatti harakatiga diqqat qilishi, pirga mahkam bog'lanish kerak. Bir kuni Hazrat Naqshband muhabbat va do'stlik haqida shunday degan: Allohning muhabbatini istash baloni istashdir. Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan bir qudsiy hadisda meni yaxshi ko'rgan insonga balo yuboraman deyilgan. Ma'nosi tushunarli. Muhabbatning talabi oshiq ma'shuqini har qanday sharoitda izlab axtarish kerak. Ma'shuq, ya'ni sevgili, qanchalik ulug' bo'lsa, uning vasliga erishish yo'lida balo va xavf-xatar ham shunchalik ko'p bo'ladi. Rivoyat qilishlaricha, bir kishi Rasul akram sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, sizni yaxshi ko'raman, sizni do'st tutaman" debdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga, "Unday bo'lsa, faqirlikka tayyor bo'l" debdilar. Boshqa biri, "Ey Allohning rasuli, men Alloh taoloni yaxshi ko'raman" debdi. Unga, "Baloga hozir bo'l" deb aytibdilar. Termiziy rivoyat qilgan. Alisher Navoiy Lisonut Tayr dastonida komil fanoga erishmoq haqida Hoji Bahodir Naqshband so'zlari hikoyasini shunday keltiradi. Oliy sifatlar egasi va mo'tabar zot, haq ravshanligining shohi va to'g'ri yo'lning gul soluvchisi bo'lgan Hoji Bahodir Naqshband bu iqlim uzra taxt kurgach, yo'qlik mulkida ham podshoh bo'ldi. Bu haqni biluvchi kishi erkin sayr qilish paytlarida o'z vujudini turli narsalarga qiyos etar edi. Ammo hamma narsadan o'zini kam ko'rib, o'zini saru gul oldidagi xor va xas kabi tutar edi. Bir kuni uning ko'ziga tozalikdan yiroq bo'lgan bir qo'tir it ko'rindi. Shayx uni o'zi bilan tenglashtirib, ko'ziga yosh olgancha nola cheka boshladi. U shunday der edi: dedi, "Ul ahli vafodir, men emon. O'zni oning birla emdi teng demon. Ul xudo vandig'a qilmas juz vafo, lek menda zohir o'lmay juz jafo." Ma'nosi, bu it vafo qiluvchilar toifasidandir. Men esa unday emasman. O'zimni u bilan teng deb ayta olmayman. U xudovandiga, ya'ni egasiga, vafodan o'zga narsani bilmaydi. Men esa xudovandimga vafo qilmaganim uchun faqat o'zimga jafo qilaman xolos. Nasriy bayonda bu 4 qator she'rning ma'nosi mavhum bo'lib qolgan. Biz uni matnga mos tarzda tahlil qildik. Sayfulloh. Nazar egasi bo'lgan Shayx Bahodir Naqshband shunday degach, it uning oldidan yo'l solib o'tib ketdi. Tuproq ustida it qoldirgan izlarni ko'rgan Shayx yana nisbat berishda davom etib shunday dedi: "Men ortiqmanmi yoki bu iz?" Yana o'ziga o'zi dedi: "Ey insofsiz kishi, bu iz vafo ahli oyog'idan nishonadir. Sen esa vafosizlik sari etak sudraysan." U shu mazmunda so'zini tugallagach, yer o'pib, it izlariga ko'zini surta boshladi. Haq ahli o'z vujudini ana shu xil inkor qiladi. Borlig'ini shu yo'l bilan yo'qqa chiqaradi. Shu tarzda ularda o'zlikdan asar qolmagach, fano jomini sipqoradilar. Haq vujudidan baqoya topmayin, jomi vahdatda liqoya topmayin. Shuni fano hayliga dohil bo'ldilar. Boqiy mutlaqqa vosil bo'ldilar. Ma'nosi, ular haq vujudidan baqo topmay, vahdat jomida uning yuzini ko'rolmaganlaridan so'ng yo'qlik ahliga qo'shilib mutlaq borliqqa vosil bo'ldilar. Shoh Naqshband hazratlari sayr usuliga asnosida doimo bu amr va tavsiyalarga rioya qilgan va shunday degan: musulmon bo'lmoqlik bu shariy ahkomga bog'lanmoq, taqvoga rioya qilmoq,
azmu shijoat bilan amallarni bajarmoq va quvvati boricha ruxsatlardan qochmoqlik tamoman nur, fayz va rahmatdir. Bularning barchasi valiylik darajalariga va ulug' maqomlariga erishish vositalaridir. Avliyaulloh bu sifatlarning tarbiyasi ila valiylik maqomiga erishadi. Salohiddin ibn Muborak o'z kitobida Hoji Aloviddin Attor Quddisa sirruhuning shunday deganini naql qiladi. Bizning hojamiz Muhammad Bahouddin Quddisa sirruhu faqirlikni ixtiyor etib, hashamatni rad etardi. U dunyo boyliklariga oid narsalarga e'tibor bermas. Mosuvo, ya'ni Allohdan boshqa hamma narsadan tamomila uzoq turishga harakat qilardi. Uning barcha muqaddas so'zlari faqirlikning ahamiyatini isbotlashga va faqirlarga muhabbat ko'rsatishga qaratilgan edi. Bir marta nimaiki topgan bo'lsam shu sifatda, ya'ni faqirlik holida topdim degan edi. Uyida qishda masjiddan chiqqan narsalardan to'plangan o'tin, yozda esa eski bir bo'yradan boshqa hech narsa bo'lmasdi. Shuni unutmaslik kerakki, faqirlik ikki xil bo'ladi. Moddiy faqirlik va ma'naviy faqirlik. Moddiy faqirlik kambag'allik va yetishmovchilik bo'lsa, ma'naviy faqirlik bandaning har kori holda, har on va har zamon Allohga ehtiyoj sezishi, uning as-somadu sifatini e'tirof etish kerak. Ya'ni Alloh taolo behojat ekanini, aksincha bandalar unga muhtojligini teran anglab, idrok qilib, o'zining ojiz va g'arib bir banda ekanini his qilishidir. Bu sifat butun payg'ambarlar va avliyolarning sifatidir. Al-faqru fahri, ya'ni faqirlik faxrimdir degan muborak hadisda faqirlikning har ikkala ma'nosi mujassam bo'lib, xususan ma'naviy faqirlikka dalolat qiladigan jihati yanada kuchliroqdir. Hazrat Naqshband halol rizq talab qilishda, shubhali narsalardan mutlaqo tiyilishda qanchalik jiddiy bo'lgan bo'lsa, saxovat va ihson qilishda ham juda himmatli bo'lgan. Birov hadya bersa, sunnatga binoan u kishiga ham hadyasi miqdorida hadya berar yoki biror bir narsani ihson qilardi. U kishining sharafli suhbatlari barakatidan muxlis va muridlarida ham shu go'zal sifat paydo bo'lib, odatga aylanardi. Agar uyga bir do'st yoki mehmon kelsa, xursandchilik bilan taom tayyorlatib dasturxon yozar. Qo'lidan kelgancha ikrom va mehmondorchilikni chiroyli tarzda ado etardi. Mabodo mehmon tunab qoladigan bo'lsa, faqat bittagina libosi bo'lgani holda o'sha kiyimni ham mehmoniga berar. O'zi esa sovuq havoga bardosh berishga harakat qilardi. Suhbatlariga ko'plab olimlar kelar, tabarruk deb taomlaridan yerdilar. Hoji hazratlari ko'pincha ovqat pishirish va dasturxon yozish ishlarini shaxsan o'zi bajarardi. Darvishlarga qalb halovati bilan taomlanish uchun rioya etilishi kerak bo'lgan qoidalarni tavsiya qilar. Bu masalaga juda jiddiy yondashardi. Jamoa bo'lib taomlangan paytlari birov luqmani g'aflat bilan og'ziga solayotgan bo'lsa, darhol uni yumshoqlik bilan ogohlantirar. Luqmani g'aflatda yeyishga ko'ngli rozi bo'lmasdi. Agar biror taom jahl bilan norozi kayfiyatda pishirilgan bo'lsa, uni yemas va darvishlarning ham bu taomni yeyishlariga rozilik bildirmasdi. Jahl, g'aflat, jirkanish va malollik bilan qilingan ishda xayr va baraka yo'q. Bu ishga nafsning istaklari va shayton aralashgan bo'ladi. Solih amallar va go'zal harakatlar halol luqma tufaylidir. Bu luqma g'aflat emas, qalb halovati bilan yeyilishi kerak. Har doim uyg'oq bo'lgan kishi namozini ham qalbi huzurlanib o'qiydi, der edi. Hoji hazratlari qalbni isloh qilishni qancha ko'p ta'kidlasa, nafsni isloh qilish uchun kurashishga ham shuncha ko'p undar edi. Yon atrofdagi darvishlarning doimo nafsning xoyu havaslariga qarshi kurashishini so'rab, Alloh taologa iltijo qilib aytardi. Nafsiga qarshi kurashish baxtiga erishgan kishi bundan juda ko'p foyda olishini biladi va uning natijasi kutganidan ham ortiq bo'ladi. Ammo nafsga qarshi kurashish uchun inson yordamga muhtojdir. Nafsga qarshi jang qilish mashaqqatli bo'lsa ham, kuch va g'ayrat ko'rsatishi, Haq taoloning bu boradagi yordamlariga shukr qilish kerak. Ulug'lar abdol maqomiga yetishni xohlasang, holatingni o'zgartirishing kerak deganlar. Holatni o'zgartirishdan maqsad nafsga qarshi kurashdir. Hoji hazratlari bu borada darvishlarga shunday derdi: Nafsingizni mudom muttaham qiling.
Kimki shunday qilsa, Alloh taolo uning amaliga ko'ra muomala qiladi va natijada shu insonda amalining yukini ko'tara oladigan darajada vazminlik, chidam hosil bo'ladi va shu tufayli Alloh taologa yaqinlik paydo qilish baxtiga erishadi. Men nafsimni oqlamayman. Chunki nafs agar Parvardigorimning o'zi rahm qilmasa, albatta yomonlikka buyurguvchidir. Yusuf surasi 53-oyat. Oyat karimasiga ko'ra banda har bir gunoh va isyonni o'z nafsidan deb bilish kerak. Zero men nafsimni oqlamayman oyatining hukmiga ko'ra inson agar nafsiga qul bo'lsa, oqibatda sodir bo'ladigan sharmandagarchilik va hayvoniyliklarni o'z nafsidan deb bilish kerak. Ulug' zotlardan biri bu haqiqatni shunday ifodalagan ekan. Bilganing har yomonlikdan ming chandon battarman. Hech kim meni yaxshiroq bilolmaydi o'zimdan. Oshkorda yomonman, pinhonda undan ham yomon. Oshkor va pinhonim Xudoyimga erur ayon. Bu borada Hoja hazratlari shunday lutf qiladi. Haq taoloning inoyati bilan o'z nafsining yomonligini bilib, uni poklagan va nafsining hiylalaridan yaxshi xabardor bo'lgan bandaning o'z nafsiga qarshi kurashishi juda oson kechadi. Bu yo'ldan ketgan Alloh do'stlaridan ko'plab insonlar borki, boshqalarning gunohini ham ilohiy lutf yordamida o'z zimmasiga olib, men qildim deydi va uning yukini tortadi. Zohir va botinda o'zini u do'stga fido qiladi. Kim yaxshilik qilgan bo'lsa, o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi. Naqshband hazratlari yana aytganlarki, nafsing sening ulovingdir, unga yumshoq munosabatda bo'l degan hadisi qudsidagi nafsdan murod nafsi mutmainna, ya'ni xotirjam, qanoatli nafsga ishoradir. Alloh do'stlaridan ba'zilarining nafslari inqiyot, ya'ni tobelik maqomida shunday bir holga, ya'ni sifatga erishadiki, unga nima buyurilsa, shunga ko'ra ish qiladi. Buyruqqa nisbatan aslo zid ish qilmaydi. Bunday insonlar zohiriy suratda yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, xullas nimaiki bo'lsa, Haq taolaning amriga ko'ra harakat qiladilar. Naqshband hazratlari bu yo'lning sunnat yo'li ekanini ko'p bor ta'kidlar edi. Bizning tariqatimiz noyob bir tariqatdir. Bu yo'l urvatul vusqa, ya'ni mustahkam bir tutqich, ya'ni Qur'oni Karim yo'lidir. Bizning usulimiz iroda qo'li va himmat panjasi bilan Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, ahli bayti hamda sahobalarning yo'lidan yurmoqlik. Sunnati saniyaga shu tariqa bog'lanmoqlikdir. Bu tariqatga bizni fazl eshigidan kirgizdilar. Boshdan oxir Alloh taolaning fazlini mushohada qilyapman. Bu darajaga o'z amalim bilan erishmadim. Bu tariqatda ozgina amal ko'plab futuhat, ya'ni xayr-u baraka, maqomu martabalarga sabab bo'ladi. Ammo sunnati saniyaga bog'lanmoqlik nihoyatda ulug' ishdir. Bizning yo'limizdan, ya'ni sunnati saniyaga bog'lanmoqlikdan yuz o'girgan kishining dini tahliqa ostida bo'ladi. Bu ma'naviy maqom va darajaga qanday erishdingiz deb so'rovchilarga Hoja Bahodir Naqshband Hazrati Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamga ergashish orqali deb javob bergan. Hoja Bahodirdan yana shunday naql qilingan: kimki bizga ko'ngil berib, muhabbat ko'rsatsa, xoh bizdan yiroq bo'lsin, xoh yaqin, kecha kunduz shu muhabbati tufayli unga tavajjuh, ya'ni xayrixohlik ko'rsatamiz. Bizning shafqat va tarbiyat bulog'imizdan unga fayz va barakot yetib turadi. Agar shu inson o'z holidan voqif bo'lsa, unga oqib kelayotgan zilol fayz o'zini dunyo chiqindilaridan tozalashga harakat qiladi. Yuqorida keltirganimizdek, Hazrat Naqshband haqida yaqinlari va shogirdlari juda ko'p ibratli voqea va rivoyatlarni aytib o'tganlar. Bu ulug' zotning har bir harakati va o'giti tariqatga asos va dastur sifatida yuksak ahamiyatga ega. Naqshbandiyaning o'ziga xos fazilati bu yo'ldagi o'tmish mashayihlarimizning diniy va dunyoviy amallarini talab va ehtiyoj qadar ado etganliklarida namoyon bo'ladi. Zotan bu tariqat doirasida insoniyatga ibrat bo'ladigan juda ko'p voqealar, hayotiy va ma'naviy sir-sinoatlar, dastur va ko'rsatmalar mavjud. Naqshband hazratlarining din, shariat, solih amallar, sayr-u suluk, ishq va muhabbat, ilm va hunar, vaqt, adab va axloq,
hayot va oila kabi mavzular bilan bog'liq ko'plab fikr va qarashlari borki, ularning hammasi benazir hikmat manbaidir. Ularni sharhlash va xalqimizga yetkazish galdagi muhim vazifalardan biri bo'lmog'i kerak.